tushda luqma ko'rishning ta'birlari. Ibn Sirinning aytishicha, tushida kimdir uning og'ziga shirin taomdan bir luqma solib qo'yganini ko'rsa, o'sha kishi bunga shirin bir so'z aytishiga dalildir. Agar luqma qattiq va nordon bo'lsa, ta'biri aksincha bo'ladi. Mag'ribiyning aytishicha, tushida og'ziga shirin va laziz luqma solinganini ko'rsa, agar bu odam solih kishi bo'lsa, halol mol topishiga dalildir. Agar og'ziga issiq luqma solganini ko'rsa, kimningdir so'zidan baloga tushishiga dalildir. Agar luqma og'zida oson turganini ko'rsa, ta'biri aksincha bo'ladi. Ja'far Sodiqning aytishicha, tushida og'zidagi luqma 3 narsani bildiradi. Bo'sa olishni, shirin so'z aytishni, luqma miqdoriga muvofiq foyda ko'rishni. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.